Butun dacha sukunat ichida atrofni faqat qarag'ayzorning shitirlashigina buzardi. Erim kutilmaganda shaharga ketgan. Men qo'shnimizning huvillab yotgan uyida yolg'iz uxlab yotgandim. Birdan eshik taqilladi. Ostonada o'g'limning 20 yoshli kursdoshi, ko'zlari olovdek yonib turgan yigit turardi. O'sha kecha chiroq o'chdi. Va o'sha zimziyo qorong'ulikda mening butun hayotim, o'tgan 20 yillik pokiza turmushim va kelajagim bitta dahshatli, ammo shirin xato bilan o'zgarib ketdi. Men 43 yoshimda o'g'limning do'stidan homilador bo'ldim. Assalomu alaykum. Hayotning kutilmagan zarbalari va yashirin ehtiroslariga qiziqadigan qadrdon hikoyachi Momo kanalining kuzatuvchilari. Bugun men sizga shu qadar og'ir, shu qadar uyatli va ayni paytda meni osmonlarga olib chiqqan iqrorimni so'zlab bermoqchiman. Agar siz bizning pinhona sirlarga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq o'tirib oling. Chunki bu hikoya sizning yuragingizni larzaga solishi aniq. Mening ismim Nargiza. Rossiyaning sovuq, ammo go'zal shaharlaridan birida yashayotganimizga mana 18 yil bo'ldi. Erim Murod aka bilan turmush qurganimizga 25 yildan oshgan. Biz baxtli edik, chindan ham baxtli edik. Erim yirik kompaniyalardan birida katta lavozimda ishlaydi, men esa uydaman, ba'zan tarjimonlik qilaman. Moddiy jihatdan hech narsadan kamimiz yo'q edi. Lekin bizning faqat bitta katta darmonimiz bor edi. 22 yoshli o'g'limiz bor. Lekin u tug'ilgandan keyin uyimizda boshqa chaqaloq yig'isi eshitilmadi. Men har doim qiz farzand orzu qilardim. Oyog'im yetmagan klinika, bormagan tabibim qolmadi. Qiziq joyi shundaki, analizlar, shifokorlar har doim bir xil javob berardi. Sizlar mutlaqo sog'lomsizlar, shunchaki kuting. Lekin yillar o'tar, mening umidlarim so'nib, o'rnimga faqat ko'z yoshlar qolardi. 40 yoshga to'lganimda men bu orzuni butunlay ko'mib yubordim. Erim mehribonlik bilan, qo'y xafa bo'lma, xotin. Nasib qilsa, o'g'limiz uylanib, uyni nabiralarga to'ldirib yuboradi, derdi. Men ko'nikdim. Qaritig'lik sari qadam qo'ydim deb o'ylagandim. Ammo taqdir ustimdan qattiq kuldi. Yoz kunlari edi. O'g'limizning 20 yoshini shahar tashqarisidagi tabiat qo'ynida joylashgan dachamizda nishonlashga qaror qildik. Daryo bo'yi, qalin qarag'ayzor. Havoning tozaligi odamni mast qilardi. O'g'lim o'zining universitetdagi o'rtoqlarini, biz esa oilaviy do'stlarimizni taklif qildik. Kunduzi hamma narsa ajoyib o'tdi. Shashliklar, musiqalar, qadah so'zlari. Yoshlar hammasi hazilkash, quvnoq bolalar edi. Kech tushganda kattalar shaharga tarqaldi. O'g'lim o'z o'rtoqlari bilan dachada yoshlar bazmini davom ettiradigan bo'ldi. Biz erim bilan ularga xalaqit bermaslik uchun qo'shni tatar oilasining dachasiga tunashga o'tdik. Ular uzoq muddatga ketishgan, kalitni bizga tashlab ketishgandi. Tun yarmi oqdi. Men shirin uyquga ketgan edim. Birdan erimning telefoni jiringlab qoldi. Uning ishxonasida qandaydir favqulodda holat bo'libdi. Erim zudlik bilan shaharga borishi kerak bo'lib qoldi. Sen shu yerda uxlab turaver, men tezda borib kelaman. Yoshlarni yoniga kirib nima qilasan deb o'z mashinasida ketib qoldi. Men katta, xira yoritilgan uyda yolg'iz qoldim. Tinchgina uxlashga harakat qildim. Oradan qancha vaqt o'tdi bilmayman. Birdan eshik sekin, ammo qat'iy taqilladi. Cho'chib uyg'ondim. Ustimdagi yubka xalatni kiyib eshik tirqishidan qaradim. U yerda o'g'limning kursdoshi Asilbek turardi. U qop-qora sochli, uzun bo'yli, nigohlarida qandaydir yovvoyi erkinlik sezilib turadigan sportchi yigit edi. Men uni kunduzi ba'zida e'tibor berib ko'rgandim. U mendan ko'zlarini uzmasdi. Eshikni qiya ochdim. Nima bo'ldi, Asilbek? Tinchlikmi, dedim hayron bo'lib. Uning ko'zlari qizarib ketgandi. Kechirasiz, Nargiza opa. Boshim qattiq og'rib ketyapti. U bolalar hammasi mast bo'lib uxlab qoldi. Sizda birorta og'riq qoldiruvchi dori yo'qmi? Dedi u peshonasini ushlab. Men unga achinib ketdim.
Kira qol, hozir aptechkani qarayman, dedim eshikni lang ochib. U ichkariga kirdi. Uning orqasidan anqiyotgan qimmatbaho atir hidi xonani to'ldirdi. Men sumkamni titkilayotgan edim. Birdan gumburlagan ovoz eshitildi-yu. Chiroq o'chdi. Shchit tashlab yuborgandi. Butun uy qop-qora zulmatga burkandi. Faqatgina derazadan tushayotgan xira oy nuri xonani biroz yoritardi. Kechirasiz. Dori, deb o'girildim. U menga shunday yaqin kelib qolgan ediki, nafasi to'g'ri bo'ynimga urilardi. Menga dori kerak emas, dedi u shivirlab. Uning ovozida shunday ehtiros bor ediki, mening oyoqlarimdan mador ketdi. 40 yoshdan oshgan ayol, o'z o'g'lining do'sti oldida. Uning qaynoq qo'llari belimdan quchdi. Men yo'q demoqchi bo'ldim, qarshilik qilmoqchi bo'ldim. Lekin u meni shunday qattiq bag'riga bosdiki, yillar davomida erimdan ko'rmagan o'sha olovli ehtiros, o'sha yovvoyi xohish butun vujudimni kuydirib yubordi. O'sha tunda, zulmat ichida, men o'z g'ururimni, onalik hurmatimni butunlay unutdim. Men shunchaki ehtirosga taslim bo'lgan, aqlini yo'qotgan ayolga aylandim. Tong saharda u indamasdan chiqib ketdi. Men dahshat ichida qoldim. Nima qilib qo'ydim? Axir u o'g'limning do'sti-ku. Erim kelsa nima bo'ladi? Qanday qilib o'g'limning ko'ziga qarayman? O'sha kunyoq narsalarimizni yig'ib shaharga qaytdik. Men Asilbekni boshqa ko'rmadim. Lekin ko'rgan tushim endigina o'z dahshatini boshlayotgan ekan. Oradan 1,5 oy o'tdi. Menda o'zgarishlar boshlandi. Ertalablari ko'nglim ayniydi, boshim aylanadi. Avvaliga men buni qon bosimim o'ynayapti deb o'yladim. Lekin shifokor qabuliga borgach, olam boshimga qulagandek bo'ldi. Men homilador edim. 20 yillik kutilgan mo'jiza. Eng dahshatli, eng iflos yo'l bilan kelgandi. Erim bu xabarni eshitib, yosh boladek yig'lab yubordi. Xudoyim bizga rahm qildi, Nargiza. Men senga aytgandim, hammasi yaxshi bo'ladi deb meni quchoqlab osmonlarga sakratdi. U eng yaxshi klinikalarni kelishdi, ustimda pervona bo'ldi. Men tunda yostiqni tishlab qon yig'lardim. Qanday dahshat! Bu mening erimning bolasi emasligini, o'sha tundagi qorong'u xatoning mevasi ekanini faqat men bilardim. Homiladorligim yengil o'tdi. Va men uzoq kutilgan, pushti orzuyim bo'lgan qizchamni dunyoga keltirdim. Erim uni o'z jonidan ortiq yaxshi ko'radi. O'g'lim ham singlisini qo'lidan qo'ymaydi. Biz hammamiz baxtlimiz. Ammo bir kun telefonimga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Go'shakni ko'tardim. Bu edi. Asilbek. Nargiza opa. Eshitdim, qizli bo'libsiz. Bu bola mendana, dedi u kinoya bilan. Men o'zimni muzlab qolgandek his qildim. Yuragim to'xtab qoldi. Yo'q. Adashyapsan. U mening erimning bolasi. Menga boshqa qo'ng'iroq qilma, deb telefonni o'chirib qo'ydim. Lekin har safar qizalog'imga qaraganimda mening qonim muzlab ketadi. Uning xuddi Asilbeknikiga o'xshash qop-qora, o'ynoqi ko'zlari, uzun-uzun kipriklari va o'sha dahshatli tunda ko'rgan qoshlari bor. Yaxshiyamki erim ham qora qosh, qora ko'zli inson. Hech kim shubha qilmaydi. Ammo mening ichimni qora ilon har kuni chaqadi. Agar bir kun kelib Asilbek mast bo'lib o'g'limga hamma narsani aytib bersachi, agar ertaga bolam o'sib butunlay o'sha yigitga o'xshab qolsachi, men bu sir ostida qanday qilib tirik yuribman o'zi? Aziz ayollar, opa-singillar, ehtiros bu lahzalik olov ekan. U bir soniyada sizga butun osmonni va'da qiladi, lekin butun umrga sizni jahannam olovida kuydirib tashlar ekan. Men o'z baxtimni yo'qotishdan o'lgudek qo'rqaman. Mening baxtim yolg'on, xiyonat va qo'rquv ustiga qurilgan qasrdan iborat. Siz mening qismatim haqida nima deb o'ylaysiz? Mening sirrim qachondir ochiladimi? Iltimos, izohlarda o'z fikringizni yozing. Sizning daldangizga, balki nafratingizga ehtiyojim bor.
Agar shu og'riqli xato kimningdir ko'zini ochsa, men maqsadimga yetgan bo'laman. Kanalimizga obuna bo'ling va videoni tarqating. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr.